Alo, 911 sizni eshitadi. Alo, 911. Mening uyim oldida shubhali inson yuribdi. Xo'p, iltimos, menga ushbu insonni qanday ko'rinishda ekanligini menga aytib bera olasizmi? Menimcha, siz meni noto'g'ri tushundingiz. U odam emas. Kechirasiz, nima? U odam emas. Aniq bilaman, u inson emas. Men shunchaki xohlardimki, mening uyim oldidan ketishini. Agar iloji bo'lsa politsiya chaqira olasizmi? Xo'p, menga manzilingizni bering. Mening uyim asosiy yo'ldan bir necha mil uzoqlikda, shahar chekkasidagi kichikroq o'rmon ortida joylashgan qishloqda va mening uyim eng oxirgi uy. Va men hozir yotoqxonamning derazasidan qarayman. Hamma eshiklarni qulflab qo'yganman. Agar derazadan qarayotgan bo'lsangiz, nima uchun bu odam emas deb o'ylayapsiz? Xonim, siz meni aqldan ozgan deb o'ylayapsizmi? Janob, men sizni aqldan ozgansiz deyotganim yo'q. Men shunchaki barchasiga oydinlik kiritmoqchi edim xolos. U mening uyim oldiga yashirinib kirganga o'xshaydi. Buni aniqlash qiyin emas. Sizga yana qanday ma'lumot kerak? Janob, o'zingizni bosing, tinchlaning. Uyingiz oldidagi o'sha bosqinchi haqida menga ko'proq ma'lumot berishingiz kerak. U sizning uyingiz oldida qancha vaqtdan beri yuribdi? 2 soat. Yo'q, 3. Ha, 3 soat bor shekilli. Ammo bu faqat bugun bo'layotgani yo'q. Balki u ancha paytdan beri yashirinib kelgandir. Xo'sh, Bir necha kun oldin ham qiz do'stim va men Xalq laqabli itimizning akillashdan uyg'onib ketardik. Ammo e'tibor bermasdik. Bugun ham shunday bo'ldi. Biz pastga tushdik. Bizning itimiz juda katta edi, lekin shu bilan birga juda yuvosh ham edi. Lekin hech qachon besabab akillamaydi. Nimadir uni qo'rqitib yuborgandi. Biz zinadan pastga tushdik va mening itim eshik oldida turib, kuchli ovozda bezovta bo'lib akillayotganini ko'rdim. Hozir eshik ortida kim kelsa, uni burdalab tashlaydigandek edi. Rostini aytsam, itimni hech qachon bu darajada ko'rmaganman. Meni ham ancha qo'rquv bosdi. Qiz do'stim ham men bilan birga tashqarini tekshirib kelmoqchi bo'ldi. Ammo men qarshilik qildim va itimni olib tepaga chiqib ketishlarini tayinladim. Men ov miltig'imni qo'limga oldim va tashqariga chiqdim. So'ng o'zimni shu yerda ekanligimni bildirish maqsadida 1-2 marta baqirdim. xo'sh, davom eting keyinchi. Ko'rganim shu ediki, qorong'u o'rmonda qandaydir bir siluet yurgandi va yana o'rmon ichida g'oyib bo'ldi. Bu qandaydir maxluq edi, yana bilmadim, lekin aniq bilamanki, inson bunday dahshatli ko'rinishda bo'lmaydi. Aytganimdek, u odam emasligi aniq edi. Men uni ko'rgandan keyin umuman insonga o'xshatmadim. Ko'rinishdan ancha qo'rqinchli mavjudotga o'xshardi. Lekin uning oyoqlari juda kichkina, g'alati jonzot edi. Men nima qilishni bilmay qoldim. Shuning uchun men tezda uyimga kirdim va qiz do'stimga bu nima ekanligini aytdim. Bizning yonimizda yashaydigan qo'shni yigit ham uyda bir o'zi turardi. Shuning uchun xavotirlangancha bizning uyimizga chiqqan edi. U allaqachon juda qattiq qo'rquvda edi va men uni yanada qo'rqitishni xohlamadim. Hech birimiz tun bo'yi 1 soat ham uxlay olmadik va uy ichini aylanib yurardik. Aytgancha, siz politsiyaga xabar berdingizmi? Yo'q, hozircha xabar bermadim. Sizni tinglayapman. Keyin hech qanday dalilsiz ularni chaqira olmayman va bu gaplaringizni ularga aytsam ham menga ishonishmaydi. Uzr, balki sizning ham vaqtingizni olgandirman. Gapingiz to'g'ridir, lekin men buni unutishga harakat qilyapman. Ammo bir narsa meni xavotirga solmoqda. Uyimizdagi qo'shni yigitning gaplariga ko'ra, uyimiz oldida ekinlarni sug'orib yurgan payt qandaydir tushunarsiz oyoq izlariga ko'zi tushgan. Qaysi hayvonning oyoq izi ekanligini tasvirlash juda qiyin edi. Keyin shu atrofdagi qo'shnilardan bu qaysi hayvonning oyoq izi deb so'raganda, ulardan birining o'g'li maktabdan uyga qaytayotgan payt qandaydir uzoqdan g'alati bir jonzotga ko'zi tushganini va uning ortidan quvlab kelganini, so'ng sizning uyingiz tomon kirib, ko'zdan g'oyib bo'lganini aytdi. Eng dahshatlisi ham shu, u mening uyim oldida ko'zdan g'oyib bo'lgan. Bu gaplardan so'ng 911 xodimi politsiyaga telefon qilishga qaror qildi. Ha, aytgancha janob, politsiya yo'lga chiqdi. Siz hozir nima qilyapsiz? Xo'p, Siz hozir qayerdasiz, janob? men shunchaki uy ichidan oyna tomon o'rmon ichiga qarab turibman. Dahshat, menimcha men uni ko'rdim. Yoki u daraxtmikin? Itimiz ham tinmasdan akillayapti. Yoki kuchugimiz uni borligini bilmoqda, yoki uni nimadir uni o'ziga chorlamoqda. Lekin baribir itim ham ancha xavotirda. Men shunchaki qiz do'stim va o'zimdan xavotirdaman. Tong otguncha tirik qolish uchun. Lekin men aniq uni ko'rib turibman. Tashqariga chiqib ishonch hosil qilish uchun menda kuch yo'q. U yoqdan bu yoqqa qimirlayaptimi? Yo'q, joyida qotib turibdi. Xavotir olmang, politsiya tez orada yetib boradi. Ishqilib politsiya xodimlari tirik qolsin. Nega unaqa deyapsiz? Ko'rinishdan unga oddiy qurolda ham hujum qilib bo'lmaydi yoki qo'rqitib bo'lmaydi. Ular agar kattaroq qurolda hujum qilib qo'rqitishsa, balki ish berib qolishi mumkin. Ishqilib meni deb sizlar ham jabr ko'rmang. Janob, xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz qo'rqmang, iloji boricha politsiyani kuting. Xo'p, yaxshi. Unda aloqani uzmang, biz bilan aloqada bo'lib turing. Agar eplay olsam.
Jin ursin, u harakat qilmoqda. Harakatlanyapti deysizmi? Ha, qanday meni ko'ryapti bilmayman, lekin harakatlanishni boshladi. U men tomonga qaramoqda. Dahshat, u menga jilmaydi. Jilmaydi? Ha, dahshat, men uni ko'zlarini ko'rdim. Yo'q, uning ko'zlari yo'q edi. Janob, rost gapiryapsizmi? Ha, qanday aldashim mumkin? Xavotir olmang, politsiya tez orada yetib boradi. Biz ularga yanada tezroq borishlarini aytamiz. Iltimos, meni tezroq qutqaring, qo'rqib ketyapman. Janob, xavotir olmang, politsiyachilar deyarli ko'cha boshiga yetib kelishibdi. Hoy xalq, tinchlan, bu yoqqa kel. Itim ancha g'azabda. O'zingizni qo'lga oling. Xalq, bo'ldi, o'zingni bos, tinchlan. U endi ko'rinmayapti. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? O'zingizni qo'lga oling, qo'rqmang, janob. Politsiya xodimlarining mashina sirenasi ovozini eshityapman. Bo'ldi, ular menimcha yetib kelishdi. Katta rahmat sizga, xonim. Xo'p, rahmat. Qo'ng'iroq yakunlandi. Jonzot sirena ovozini eshitgach, o'rmonga yugurib qochib ketdi. Politsiya uni ta'qib qildi, lekin tezda uni ko'zdan qochirdi. 911 ga qo'ng'iroq qilgan shaxs politsiyaga ko'rsatma berdi va politsiya tergov paytida unga hududni tark etishni maslahat berdi. U barcha narsasini yig'di va tezda qiz do'sti va Xalq ismli iti bilan bu shahardan ko'chib ketishdi. Bu o'rmon ichiga deyarli hech kim kirmagani bois, politsiya bu o'rmon ichini ko'zdan kechirgach, daraxtlarda qoldirilgan qo'rqinchli izlar va salkam yarim yil oldin ushbu shaharda izsiz yo'qolib qolgan bir erkak kishining chaynalgan qoldiq suyaklari o'rmon ichidan topilgan. Ular shu atrofda istiqomat qiluvchi insonlardan shu haqida so'rashdi. Ular bunday maxluq borligiga shubha bilan qarab kelishgan ekan va kechalari qandaydir ovozlar va g'alati hidlarni payqashgan. Politsiya xodimlari javoblardan ko'ra ko'proq savollar tagida qolishdi va ushbu mavjudot haqida ma'lumot to'plashga kirishishdi va arxivga yuzlanishdi. Yaqin orada esa yana bir g'alati qo'ng'iroq bo'lgan. U uyga bir oy oldin ana shu voqea hodisa guvohi bo'lgan qiz va yigit ko'chib o'tgan. Ular 911 ga telefon qilishmagunicha hammasi yaxshi edi. Ammo bu safar ular yana qo'ng'iroq qilishdi. Faqatgina o'sha qiz qo'ng'iroq qilgan ekan. U uyga kelib, uning eshigi oldida qonlar sachrab yotganini ko'radi. Uy butunlay vayronaga aylangan. Hamma yer qonga belangan. Eng dahshatlisi esa yigitning singan tishlari va teri parchalari topilgan edi. Hovlida esa yigitning tanasi qon ketib, ichki organlari ko'rinib yotardi. Shu bilan yana 2 kishi bedarak yo'qolgan, deya nashr bergan gazeta. Ammo qotil bu ishdan keyin ham topilmadi. Gazetalarda bu voqea haqida maqolalar bor edi. Shuning uchun ishonchim komilki, bu jinoyat emas, bu yolg'on. Shunchaki yanada shov-shuv ko'tarish maqsadida qilingan. Chunki aynan o'sha voqeadan so'ng ular boshqa shaharga ko'chib ketishgan va shu bilan birga hech kim bilan aloqa qilmay qo'yishgan. Aynan qaysi shaharga ko'chib ketishgani ham noma'lum. Ular hali ham tirikmi yoki yo'q, buni hali hech kim bilmaydi. Lekin ularning o'limini isbotlovchi hech qanday dalil ham yo'q. Bu gazetalar esa shunchaki o'z jurnalini tanitish maqsadida shunday maqolalar yozib chiqarishgan. Politsiya xodimlari surishtiruv ishlarini olib borayotgan payt o'sha qishloq aholisi bilan yanada aloqaga kirishishga harakat qilishdi. Yana bir narsa oshkor bo'ldiki, jonzot bugun yoki kecha paydo bo'lib qolmagan. Uni oxirgi marta 1985-yili qari onaxon marhum eri va o'zi uyi oldida izg'ib yurganini ko'rishgan. Qo'rqqanlaricha eshik va derazalarni mahkam qulflab tong orttirishgan. Ammo bu gaplarga hech kim ishonmagan edi. Ammo ushbu voqeadan so'ng ular bu narsaga ishonishgan, majbur bo'lishdi va shundan keyin bu jonzotni hech kim qaytib ko'rmagan edi, deb ta'kidladi aynan o'sha yerda yashovchi qari onaxon. U ruhiy kasal insonmi, qotil maniakmi yoki qanaqadir jonzotmi? Bu savol esa hali hanuz sirligicha qolmoqda.